Bugun bilan biz Abdurahmonov Sentr Obod mahallasiga keldik. Ko'chamiz asfalt, 6 sutu, 8 ta xona, 5 ta sanuzilli joyimiz. Endi uy ichini ko'ramiz. Mana kirganda bemalol 5-6 ta mashina kirar ekan. Kirib oldik, mana zeleniy zonamiz bor. Tepada 5 ta xonamiz bor. Bundan kirganimizda 5 ta xona. Bu chap qo'limizda kirganda 2 ta xona bor. Bitta oshxona bor. Zeleniy zona bog'lar qilingan. Chiroyli manzarali. Bitta o'zini kotelnitsiga ega, podoliga ega bu joyimiz. Kirganimizda to'g'rida bitta prixoshka, chap qo'limizda bitta oshxona, o'ng qo'limizda bitta katta zal, o'zini bitta spalni, bitta sanuziliga ega. Yo'ldan chiqqanimizda tepada 5 ta xonamiz bor. Kirganimizda to'g'rida bitta katta hol, to'g'rida bizdan bitta katta zal kutiladi. O'zini piyoda bitta spalnisi bor bo'ldi. Tarafimizda bitta sanuzil bor ekan. Tepada olxonani ham bitta spalni qilishgan, ichida bitta o'zini sanuziliga ega. Chap tarafimizda bitta spalnimiz bor, buni ham sanuzil o'ziga ega. Bu manzilimiz Abdurahmon, 6 sutu, 5 ta sanuzil. Buni narxini 190 ming deyapmiz, ya'ni tepasi baraka qiladigan joyi bor. Yo'qida yurgan tashligi bor qo'yiladi.